Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan papriknik gulini ekamiz. Buning uchun bizga tuvak kerak. Mana shunaqa tuvak tanlab oldim. Boshqa bir guldan bo'shagan tuvak. Papriknik mana bunaqa. Oddiy papriknik. Ildizlari joyida, chiroyli. Papriklarni urug'i bo'ladi, agar bilsanglar. Mana bitta mana urug'i bor. Mana shu yerda urug'i bor. Dumaloq mayda urug'lar qiladi ildizida. O'shani olib turib ko'paytirsanglar ham bo'ladi. Buni ko'payish yo'llari xohlasanglar bunaqa bitta bo'lib olib pochkasini shunaqa ko'paytirsa ham bo'ladi. Papriknik gulimiz suvni juda ham yaxshi ko'radi. Yorug'likni, suvni yaxshi ko'radi. Har kun suv sepishimiz kerak bunga. Papriknik juda ham tez o'sadigan gullardan hisoblanadi. Xo'sh, endi tuvagimizni tagiga tosh solsak ham bo'ladi. Penoplast ko'pik solsak ham bo'ladi. Menda hozir penoplast bor. Buni maydalab tuvagini tagiga tashlab olaman. Gulni tagiga taxminan 2 cm balandlikda po'kay tashladim. Tuvagimni teglari hamma joyi o'zi teshilgan bor. Bu oddiy torf. Perlit qo'shilgan. Juda ham katta tuvakka ekmadim. Gul boqishni endi boshlayotgan, gul boqib ko'rmaganman, gullarga qarashni bilmayman degan odamlar uchun papriknik guli juda ham mos. Ortiqcha e'tibor